Uygurların anısı Rabia Kadir, Rabia Kadir, Rabia. Bir günlük hizmet, yığın ve ziyaretlerini ahırlaştırgan Rabia Kadir Hanım, üye qaytıpla nəvirlərini təxirsizlik bilan qucaqqa aldı da gündikidek ailesideki bir ana ve ayollik burchini ado qilishga başladı. Ben Uyguristan free deydi o. Ülke çıkarttı Chinese diktatör da oy da aldım. Sizden etken pullarınızın tepkiden fırsat geldi bizde. Sizni 10 yıl avval təbrikləyən oxşaşlar bugün oxşaş sizni Rabia Adamның türmüdən azad qılınğanlığı münasibəti bilan sizni bəkərək təbriklərimiz. Rəhmət Muxbir xanım. Mən Rabia Kadir'dən ayrılığılı top-doğru 10 yıl olğan idi çıxqan vaxtlarda. İkimiz top-doğru aralıqda 10 yıl ayrılıb getdik. O vətəndə qaldı, mən Amerikada qaldım. Şu vaxtlarda mən birinci qitim tekken zərbə Rabia Kadir'nin qol gəlinişi, türmə kirişi. İkinci qitim mən işenç ata qılğan nəsə Rabia Kadir'nin iradəsi. Mən onun işendim. Türmüdümü güreş qılalaydıqalıqa, türmüdümü çıxalaydıqalı işendim. Üçüncüsü mən Amerikada mən Amerika xalqı yardım qıldı. Amerika xalqı qutquzdu dedim. Aqibət şunda oldu. Endi bu ceriyalla bək uzun ceriyalla əvvəlki 10 yıl, keyinki 10 yılını qoşqan top-doğru 18 yıl oldu. Rabia Kadir'nin qol gəlişi bu tuyuqsuzluq yetib geldi. Mənə zor zərbə oldu. Bütün ailəmə zor zərbə oldu. Lakin zərbə olğan bilan hayatlıq yolu, çıxış yolu bugünkidek Uygur'un xalqaralaştırış yolu başta siz aytqandek xalqaralaştırışның yolu dal muşa qadamlardan başlandı. Hemmizin bir şekilde ki farklı kilidi. Bir yerde gap sen işenç bilen ornundan destur alam sen degen mesele. İşenç bilen yıkılga yerde ornunda kop alam sen degen mesele. Mesela Rabia Kadir'ni kol qalğanda oylap görün bir aile, şundaq muhabbetle ötken bir aile, şundaq balı çakılık bir aile, tuyuqsuzdu birisi bir vatanda kol gelirse bu zərbinin nemi ekenligini ben demesem təsəvvürünüzde toluq biləlisiniz. Lakin aylanıb kelgan vaqtda axırda men g'alaba qildim. Amerika xalqimi g'alaba qildi. Uyg'ur xalqimi to'liq g'alaba qilmasimi qisman g'alaba qildi. Mesela Rabia Kadir'ni türmeden qutuldirib chiqarish masalasi. Mushlarning hammasi xalqaro jamiyat qo'llab Rabia Kadir chiqdi. Endi Rabia Kadir bugungi kunda 10 yil ishi to'xtamay faoliyat qildi. Bunun bütün dünyada uçup bağmagan hiç qanday yeri qalmadı. Bir Xitoy qaldı şu. İnsan muhabbet ile yaşaydı. Bırak bir yerdeki en halkılığız nerse nime dese muhabbetki samimiyet ile sadıklık. Sen sadık bulalısan onun ödesi çıkalaysan. Samimi bulalısan onun ödesi çıkalaysan. En aziz iskigan peytim türmüdür nemi gün görüp atadığandı. Türmede qo'saq to'yganmidi, och qolganda qiynalganmidi, suv deb izlanganmidi, og'rib qolsa qandaq qilgandi, hamda xilma-xil turmini men bilmanda. Ashtaraflardan xavotirlandim, salomatligidan xavotirlandim. Boshqa ishlarni Allohga topshirdim, anda Amerikaga topshirdim. Yaşadım, ballarım küçük yanımda. Endi gapni aytgan vaqtida Xudo bir kishini yetkazdi, hozir aytib qo'y, rahmatlik. İsmi Akbar Mezit 2002-yil 2-oyning 19-kuni qazo qildi. Shunguch bag'orliq 99 savlagan vaqtida 3 yil, 4 yil degidek meni bütün tarjimonligimni shirkat qilib berdi. Hozir tamoq pishirib o'tirgan ballarimning bir qismi bu yerda, ballarimizning bir qismi u yerda ishga parchalanib ketdik. Boramaymiz, kelamaymiz. En iyisi heyecanlangan vaktim aeroportda Rabia Kadir'ni Chicago'dan kelib, Washington aeroportda kutadigan vaqti shu vaqtga heyecanım bana bir. Bugün Amerika açtı bu yolunu, Amerika qo'lladı bu yolunu, Amerika götürüp çıktı bu yolga. Dal shu paytda prezident Bush Rabia Kadir'ni qabul qilgan kuni, men ömrümde xo'sh bo'lgan kunim shu. Shunga men Xitoyga aytmanki, bizdan qo'rqma. Uyg'urning aqlidan qo'rq. Bir ayol kishi deymiz Uyg'urning nazarida. Ayol kishi deydi. Ayol kishi chiqib, mush binolarni 8 qavat, 10 qavat, 30 qavat binoni sağanda Xitoy degan millatdan to'xokatiga sağan bir odam chiqqan emas. Men shu ayolimdan faxrlanaman. Menga kuyindi. Uning mehribonligi, u mangla emas, ballariga shundaq. Endi shu qatorda endi o'zining vatandoshlarga shundaq.
Lekin endi menga bo'lgan mehribonligi. Butun hayotimda eslab baksam, men mush kungi mushakil, mushni qilganning mush darajaga yetishimning eng asosliklariga salgan kishi Rabia Qadirning mehribonligi edi. Rabia Qadir xonimning hamroyi, ruhi terki, eng kuchli qo'llag'uvchisi, maslakdoshi, sirdoshi Sidiq Hoji Ro'zi apandi isyonkor tashkilotchi. Qalam ko'rishi bilan 10 yillab Xitoy turmalarida yotgan, oxiri Amerikaga surgun bo'lishga majbur bo'lgan dangliq Uyg'ur obzorchisi. Hayotning mushaqqatlarida sinalgan, tavlangan, bir-biriga sadoqatman bu bir jup mo'ysipitlarning uzun hayot hikoyasi ularning kurash hayotini markaz qilgan. Sidiq Hoji Ro'zi apandi yosh vaqtidilla Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan rahimsizlarcha hukmronligiga qarshi 1966 yildan boshlab Qizil batalyon tashkiloti qatorliq yer osti tashkilotlarini qurib, kurashini boshlagan. Ana shu chaqdala Rabia Qadir xonim vatani va xalqiga bo'lgan o'xshash so'ygining, dushmani Xitoy hukumatiga bo'lgan o'xshash nafratning kuchi bilan yo'ldoshi Sidiq Hoji bilan barobar vatan millat da'vosi yo'lidagi kurashini boshlagan. Sidiq Hoji keyin shu sabablik 10 yillarcha turmalarda yotgan. 1987-yili Oqsuda Uyg'ur xalqining elib borgan 10 ming kishilik namoyish harakatining planlovchilari dal mana bu fidokor bir jup yurak edi. Demak, Rabia Qadir xonimning ajoyib davolg'ush, sezgirishlarga to'lgan kurash hayoti u Amerikaga kelishdan ilgari, hatto Xitoy turmusida yetishdan burun Uyg'ur elida saxovatchi, korxonchi, millioner otilishdan ilgari boshlangan. Rabia Qadir xonim Xitoy zindonidan ozod qilinib, Amerikaga kelgan bu 10 yil ichida Uyg'ur kishilik huquqi va demokratiya harakatining rahbari, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi sifatida Uyg'ur masalasini xalqaro saviyaga ko'tardi va bu yo'lda aktiv faoliyatlar ilib bormoqda. Rabia Qadir xonim 2006-yili Dunyo Uyg'ur qurultayining raisligiga saylanishdan ilgari Amerikadagi Uyg'ur xalqaro inson haqlari va demokratiya fondining raisi, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi bo'lib qolmasdan 2004-yillik xalqaro Rafto mukofotining sohibi edi. U yana 2005-yildan ta 2011-yillarga qadar Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatilgan. Vatan xalqining erkinligi uchun barlig'ini beg'ishlayotgan Rabia Qadir xonim bu fidokor qaysar shaxs o'z navbatida hamroyi Sidiq Hoji Ro'zi apandi uchun u bir oq ko'ngil, mas'uliyatchan, mehribon ayol. Farzandlari uchun kuyimchan bir ona, navirlari uchun u bir farishta sifat mo'ma, do'stlari uchun samimiy, sadoqatman sirdoshdir. Endi bu 10 yil jarayonida siz Uyg'urninki davosini eng yuqori pallaga ko'tarib bir tarix yaratdingiz. Biz shuning uchun sizga pek xush. Mayli men bo'lay, mayli Zubayra bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin. Sizning yaningizdan biz ishlaganlar ishlar, sizga qilganlar aqidimiz, yordamlarimizni hech pishmon qilmaymiz. Hammamiz nayt xush sizning qilgan, sizning shu Uyg'ur davosiga bergan ajringizni hammamiz ko'rdik, ham isbotladingiz. Shuning uchun sizga bek rahmat. Menchi bütün insanlar biladi buni. Sizning qilgan bergan fidoliklarınız, sizning bergan qurbonliklaringiz Uyg'ur uchun bergan ishlarimiz uchun shuncha duo qilamiz. Hamma namozimiz, oilamizning xotirjamligi uchun duo qilaman. Ishlarimiz o'ng'ishli bo'lsin. Biz Rabia Qadir xonimning Xitoy turmisidan qo'yib berilib, Amerikaga kelganligining 10 yillik kunini xotirlash yuzasidan ko'rurmanlarimizga taqdim etgan mazkur ziyorat xotirimizning oxirida Rabia Qadir xonimning bundan keyingi hayotiga xotirjamlik, baxt, saodat va xizmatlarga utuqlar tilaymiz. Bugün senin toyun buluptu, bütün dünya toyga kilipti. Bugün senin toyun buluptu, bütün dünya toyga kilipti. Ürperiler sep buluşup, hizmetine teyyar duruptu. Hizmetine teyyar duruptu. Uygurlarning anisi Rabia Qadir, Rabia Qadir, Rabia
Rabia Rabia Kadir Rabia 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 Kadir